Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov Termiz shahri, Termiz, Sherobod va Qiziriq tumanlarida amalga oshirilayotgan qurilish, obodonlashtirish hamda investitsiya loyihalarining borishi bilan tanishdi. Dastlab Surxondaryo daryosining Termiz tumanidan o'tuvchi qismida olib borilayotgan qirg'oqni mustahkamlash ishlari hamda mazkur hududda barpo etilayotgan turar joylar, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari, ko'ngilochar maskanlardan iborat zamonaviy infratuzilma loyihalari ko'zdan kechirildi. Mas'ullar tomonidan bajarilgan ishlar va kelgusidagi rejalar haqida axborot berildi. Viloyat rahbari qurilish ishlari sifatini ta'minlash, belgilangan muddatlarga qat'iy rioya qilish hamda xavfsizlik talablarini to'liq ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berdi. Shundan so'ng Termiz shahridagi 2.6 gektar maydonda tashkil etilayotgan temirchilik klasteri va qurilish materiallari sanoat zonasidagi ishlar bilan tanishildi. Loyihalarni jadallashtirish, ishlab chiqarish hududlarini obodonlashtirish va muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasini takomillashtirish vazifalari belgilandi. Shuningdek, shaharda qurilayotgan ko'p qavatli turar joylar, Abdulla Avloniy, Bo'ston va Jayhun mahallalarida xavfsiz hudud tamoyili asosida amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek, vaziyatlar markazi binosining qurilishi va jihozlanish jarayonlari ham ko'rib chiqildi. Termiz tumanidagi Texnopark hududida investitsiya loyihalarini joylashtirish ishlari hamda favqulodda vaziyatlar bo'limi uchun yangi bino qurilishi muhokama qilindi. Sherobod tumanida 3-sonli texnikum negizida yashil texnikum tashkil etish, o'quv binolarini rekonstruksiya qilish va 100 gektar maydonda dendrologiya hamda botanika bog'ini barpo etish ishlari ko'zdan kechirildi. Prezident qaroriga muvofiq 940 gektar maydonda tashkil etilayotgan Surxon agro erkin iqtisodiy zonasida amalga oshirilayotgan ishlar o'rganildi. O'rganish ishlari Qiziriq tumanida davom etdi. Tumanning Yangi O'zbekiston massivida olib borilayotgan ishlar Takiya ota ziyoratgohi atrofini obodonlashtirish va xizmat ko'rsatish obyektlarini barpo etish jarayonlari ko'rib chiqildi. Shuningdek, Do'stlik mahallasida 1-sonli maktabning sport zali qurilishi va unga tutash hududda yashil maydonlarni saqlash hamda parvarishlash ishlaridagi kamchiliklar ko'rsatib o'tilib, drenaj tizimlarini takomillashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlarini kuchaytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Yakunda viloyat hokimligida qurilish sohasida amalga oshirilayotgan dasturlar va ustuvor vazifalar ijrosiga bag'ishlangan tahliliy yig'ilish o'tkazildi. Unda soha va hududlar kesimidagi mavjud holat muhokama qilinib, belgilangan vazifalar ijrosini jadallashtirish yuzasidan mutasaddilarga tegishli ko'rsatmalar berildi.